Farg'ona shahar markazidan uylarni ko'rsatishda davom etamiz. Shahar markazida yangi qurilgan g'ishtli 8 qavatli uylarni 4-qavatida 95 kvadrat maydonga ega 3 xonali yangi svejiy remontdan chiqqan barcha jihozlari bilan sotuvga chiqayotgan kvartirani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu kirish qismi, yo'laklar to'liq atachento qilingan va sizlarga birinchi xonasini ko'rsataman. Mehmonxona. Juda ham chiroyli, ko'zga yoqimli aboylar qilingan, chiroyli lyustralar ilingan, patologlari podsvetkali, radiatorlar o'rnatilgan, romlari esa akva. Bu yerda esa televizor ilishga joy tashlab ketilgan. Patologlarga ham alohida e'tibor berishingiz mumkin, podsvetkali qilingan. To'g'rida esa oshxona joylashgan. Kengina oshxona, ko'rib turganingizdek, barcha oshxona jihozlari qoldiriladi. Kengina joy, taomlanib o'tirish uchun ham joy bemalol yetarli. Televizor o'rnatilgan, bular hammasi qoldiriladi. Xolodilnik ham bor. Keyingi xonasi esa bolalar yotoqxonasi, ko'rishingiz mumkin. Ikkita farzandga bemalol joy yetarli. Uchinchi xonasi esa kattalar yotoqxonasi. Bu yerda ham chiroyli atmosfera, televizionniy zona qilingan, televizor ilingan, ajoyib lyustralar ilingan. Bu yerda esa kichkina balkoni mavjud, shahar bemalol ko'rinib turadi. Ko'rishingiz mumkin, koridorga ham radiatorlar ilingan va birinchi sanuzeli. Bu yerda ham chiroyli qilib qo'yishgan, kir mashina qoldiriladi. Bu tomonimizda esa kirish qismi va bu yerda ham alohida hojatxonasi mavjud. Radiatorlar ilingan. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Shahar markazida yangi qurilgan 8 qavatli uylarni 4-qavatida lifti mavjud. 95 kvadrat maydonga ega 3 xonali kvartira. Juda ham chiroyli holatda remont qilingan, hali hech kim yashamagan, barcha jihozlari bilan sotuvga chiqyapti. 65 ming dollarga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Qulay narxlarda qilib berishga tayyor. Shunga o'xshagan zo'r kvartiralarni o'tkazib olmaslik uchun hozirroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.